Oğlum tug'ilib hayotning sirlarini yeshibdi. Parishkar opasining bequvvatligini bir oydan eshibdi degandek, bolam tug'ilganimi bir oydan eshibdi. Mushu jarayonda bizni tabriklagan barcha azizlarga ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Irshadning ochchig'i kelganda ichidagisi xopsi bo'ldi. Sadat bilan Ilfat o'g'limning parishkar opasi bo'ldi degandek, bir oydan oshgan jarayonda mana mushu ulug' ana o'ziga o'xshash bolamni mehribon cho'ng olsin deb bir ay jarayonda shunday yaxshi beqib cho'ng qilib berdi. Mushu munosabat bilan hadam Sadat bedam ko'p rahmat aytaman. Hech kimga yetmasin ziyon bilan zahmat. Bolamning parvarishkor onasi Sadat bedamga rahmat degandek ulug' bir ona. Yo'ldoshi ma'lum bir sabablar bilan yenida bo'lolmay o'zining bolalarini mana hozir cho'ng qilib, o'qitib, vatan xalqqa yaramliq farzand qilib, hozir ishkir o'lkalarda xizmatga o'rinlashdi. O'zi olsa yana bolalarini kelgusi uchun tirishib, mana parvarishkor onadek bir ulug' mas'uliyatni o'zining bolalaridan oshgan mehrni boshqalarning bolasiga berishdek buyuk bir mas'uliyatni ado qilyapti. Mush munosabat bilan bolamning parvarishkor onasi Sadat bedamga ko'p rahmatimni aytaman. Rahmat. Sizlarga rahmat sapam. Men gerçi bir ay tug'an bo'lsam-mu, shundaq qayrildashdak yaxshi o'tdim. Nigar sonimg'imi, ulug' bedamga rahmat. Men uzoqroq turay desam, endi xizmat sababidan ketadigan bo'lib qoldim. Gerçi parvarishkorlik xizmati shunchalik jafoli xizmat bo'lsa-mu, bizga nisbatan endi bu parvarishkorlik xizmati shunchalik bir suyumli, yaxshi kasb. Shunga biz kasbimizni, o'zimizning kasbimizni suyib, yaxshi ishlashga tirishamiz. Bo'ljidagi Chechen oila mulozimat markazida ishlaydi adam. Shu yerdan mana lotereya chiqqandek chiqqan adam bu. Tiljiktirg'i ishini ichidagi batareya Sadat bedam Ilfatga berilgan bir lotereya degandek Ilfatga 4 million mukofot chiqqandek chiqqan adam. Ko'p mush munosabat bilan mushu Chechen oila mulozimat markaziga adam Sadat bedam ko'p rahmat aytaman. Ulug' bir onaning quchqida cho'ng bo'lgan o'g'il ulug' bo'lib yetishalaydi deb umid qilaman. Boshqalarning baxtini ko'radigan odammi pat yaqinda baxtli bo'ladi. Hammamizga baxtli turmush nasib qilsin. Bola orzu qilayotgan jonlarga tezroq bola ato qilsin. Shu munosabat bilan bolamni tabriklagan yaqin Yevropa el ag'in do'st birodarlarim ko'p rahmat etish bilan billa chin yurakimdan Chechen oila mulozimat markaziga Sadat bedamga ko'p rahmatimni aytaman. Yomonlik uchun qoqisgan bolam mehr muhabbatda parvarishkor onasiga o'xsisgan mushu Sadat bedamni do'rab mehribon ishchan cho'ng olishini chin ko'nglimda umid qilaman. Ketisi osmonlarga oy yulduzlar to'ldi. Amisi Sadat bedamning bolasining ismi Ilfat Irshad bo'ldi. Rahmat ada. Nega uxlab qoldi chumaraz? Bizning onasi shoir uxlab qoldi. Kechichi bolaga endi qo'sqin to'yg'izishlar bilan japa chekishga uxlab qoldi. Negarni kandiki do'stlari necha qitim uxlab qoldi. Hozir filmga chiqadi, u uxlab qoldi. To'g'ri tushunolmadingmi? Bu da o'qinib, cho'qim sizlarga yaxshi qo'shiqlarni o'qib turdi. Bolamning qo'shiqlaridan oriya. Bolam uxlab qolibdi. Endi bolam demakchi, shu Sadat opamga rahmat demakchi, yaxshilarning qadriga yaxshilar yetmas bo'ladi. Sadat opam yaxshi opam, men tashlab ketmas bo'ladi dedi hozir. 40 kun tosh bo'ldi, o'g'illikka idilik ketdi adam. Shunga bir ekran oldida rahmat davolay dedim. Mushu ko'rib ekan sizga rahmat chimo sadagan ketaylik. Rahmat, Chechenni qo'llab qo'yaylik.